Bir marta payg'ambarimiz shunday deganlar: Allohning shunday bir ismi bor. Kim bu ismni duosida ishlatsa, duosi ijobat bo'lmay qolmaydi. Bir kuni Anas roziyallohu anhu shunday dedilar: Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan masjidda o'tirganimizda bir kishi namozni tugatdi va yana ruku qildi. Keyin esa sajda qildi. U sajda qilib bo'lgach shunday dedilar: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Va u Allohdan so'rashni davom etdi. Payg'ambar